Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalarga darja 20 ming so'mdan 520 ming so'mgacha qo'shimcha pul qo'shilishi haqida gap ketmoqda. Bu xabar ko'pchilikni qiziqtiryapti. Ayniqsa pensionerlar, ularning farzandlari, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun bu ma'lumot juda muhim. Chunki 500 ming so'mlik farq ham bugungi narx-navoda dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki yo'l xarajatiga ta'sir qiladi. Men bugun sizga shunchaki pul oshadi deb aytib qo'ymayman. Kimlarga oshadi, kimlarga oshmaydi, qaysi holatda odamlar adashadi, qaysi hujjatlarni tekshirtirish kerak. Pensiya yoki nafaqa miqdori nega bir odamda ko'payib, boshqasida o'zgarmasligi mumkin? Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda tafsilotlarni bilmagani uchun o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvalo, masalaning tagiga yetib olaylik. Odatda pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha o'zgarishlar bo'lganda odamlar birinchi navbatda hammaning pensiyasi bir xil oshadimi deb so'rashadi. Javob yo'q, hammaniki bir xil oshmaydi. Chunki davlat tomonidan belgilangan bir nechta turdagi to'lovlar bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, ta'minlangan oilalarga yordam, parvarish puli, ustamalar va kompensatsiyalar. Bularning har biri alohida tartib asosida hisoblanadi. Endi der 20 ming so'mdan 520 ming so'mgacha qo'shilishi deganda nimani tushunish kerak? Ko'p holatda bu gap eng kam to'lovlar, ustamalar yoki muayyan ijtimoiy himoya toifalariga beriladigan qo'shimcha mablag' bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu har bir pensionerning pensiyasiga avtomatik tarzda 520 ming so'm qo'shiladi degani emas. Eng katta xato mana shu yerda. Kimdir qo'shilar ekan deb o'ylaydi, keyin bank kartasiga pul tushmagach meni aldashdi deydi. Aslida esa u toifa bu oshirishga kirmagan bo'lishi mumkin yoki hujjatlarida muammo bo'lishi mumkin. Ilgari ayrim toifadagi qariyalar yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun qo'shimcha miqdor 420 ming so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, yangi tartibda bu miqdor 520 ming so'mgacha yetkazilishi mumkin. Bu 20 ming so'mlik o'sish degani. Lekin ta'kidlayman, bu asosiy pensiyaning umumiy oshirilishi bilan adashtirilmasligi kerak. Masalan, bir odam 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, bu xabar asosida avtomatik 1 million 720 ming so'm oladi deb hisoblash noto'g'ri. Boshqa odam esa ijtimoiy nafaqa yoki minimal ta'minotga bog'langan qo'shimcha olayotgan bo'lsa, uning to'lov haqiqatdan ham oshishi mumkin. Bu o'zgarish nimaga kerak? Sabab oddiy, yashash xarajatlari oshyapti. Qariyalarning xarajatini olib qarasak, eng katta ulush dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar va ba'zan qarindoshlar yordamiga ketadi. Pensiya yoshi katta odamlar uchun barqaror daromad manbai bo'lgani uchun davlat aynan eng himoyaga muhtoj qatlamlarga qo'shimcha yordamni ko'paytirib boradi. Lekin tizim hammaga bir xil emas. Ehtiyoj va toifa bo'yicha ishlaydi. Asosiy qism bin. Kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim kutmasligi kerak? Men endi eng muhim savolga o'taman. Bu oshirish kimlarga ta'sir qiladi? Birinchi navbatda minimal darajada pensiya yoki nafaqa olayotgan qariyalar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar odamning pensiyasi juda past bo'lsa, ya'ni ish staji kam bo'lgan, rasmiy ish yillari yetarli bo'lmagan, uzoq yillar norasmiy ishlagan yoki umuman ish staji bo'lmagan bo'lsa, u ko'pincha minimal pensiya yoki ijtimoiy nafaqaga yaqin to'lov oladi. Mana shunday fuqarolarga turli qo'shimcha to'lovlar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, birinchi misolni olaylik. Olma-Tax yoshli onaxon bor. Butun umr uy ro'zg'or bilan shug'ullangan, rasmiy ish staji juda kam. U yoshga doir ijtimoiy nafaqa oladi. Uning to'lovi ilgari ma'lum bir miqdorda edi. Ustiga esa 420 ming so'm atrofidagi qo'shimcha berilar edi. Agar yangi tartib aynan shu toifaga tegishli bo'lsa, endi uning qo'shimcha qismi 520 ming so'mgacha ko'tariladi. Natijada oyga 1 ming so'm ko'proq olishi mumkin. Bu onaxon uchun 1 ming so'm bir haftalik non patir, sut qatiq yoki bitta muhim dori narxi bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, yetim 2 yoshli otaxon 35 yil zavodda ishlagan, ish staji to'liq, pensiyasi 2 million 800 ming so'm. U qariyalarga 520 ming qo'shilar ekan degan gapni eshitib, pensiyam 3 million 320 ming so'm bo'ladi deb o'ylashi mumkin. Lekin agar bu oshirish faqat minimal ijtimoiy qo'shimcha yoki ayrim ijtimoiy himoya toifalariga tegishli bo'lsa,
otaxonning pensiyasiga aynan shu asosda 5 ming so'm qo'shilmasligi mumkin. Uning pensiyasi umumiy indeksatsiya bo'lsa, alohida oshiriladi, lekin bu xabardagi qo'shimcha unga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi misol, boquvchisini yo'qotgan oila. Faraz qilaylik, bir ayol turmush o'rtog'idan ayrilgan, o'zi pensiya yoshida voyaga yetmagan nevarasini boqadi yoki oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Bunday holatlarda to'lov miqdori oila a'zolari soni, boquvchi sifatida hisoblangan shaxsning mehnat staji, bola yoki qaramog'idagi shaxslar maqomi bilan bog'liq. Agar qo'shimcha ijtimoiy to'lov aynan eng kam daromadli toifalarga berilsa, ularning to'lovida o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik tekshiriladi, hamma holatda bir xil bo'lmaydi. 4-misol, nogironligi bo'lgan qariya. Agar pensioner bir vaqtning o'zida yoshga doir pensiya oluvchi va nogironlik holati bo'yicha qo'shimcha imtiyozga ega bo'lsa, u albatta o'z holatini pensiya jamg'armasi yoki mahalladagi mas'ul xodim orqali tekshirtirish kerak. Chunki ayrim to'lovlar bir-birini almashtiradi, ayrimlari esa birgalikda berilishi mumkin. Odam menda nogironlik bor, demak hammasi qo'shiladi deb o'ylamasligi kerak. Tizimda qaysi asos bo'yicha to'lov tayinlangan bo'lsa, hisob-kitob o'sha asosda ketadi. 5-misol, ishlayotgan pensioner. Ko'p odam so'raydi, men pensiyadaman, lekin yarim stavka qo'rol bo'lib ishlayman. Menga ham qo'shiladimi? Bu yerda asosiy masala to'lov turi va mehnat daromadi hisobga olinishi yoki olinmasligida. Yoshga doir pensiya ko'p hollarda ishlayotganlik sabab to'xtab qolmaydi. Lekin ijtimoiy nafaqa va kam ta'minlanganlikka bog'liq ayrim yordamlar oilaning umumiy daromadi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha aynan ehtiyojmandlik mezoniga bog'liq bo'lsa, ishlayotgan pensionerning oilaviy daromadi ta'sir qilishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda oxirgi oylarda to'lovda o'zgarish sezmagan, lekin o'zini ushbu toifaga kiraman deb hisoblayotganlar. Masalan, minimal pensiya oladigan, yakka yashaydigan, ijtimoiy himoya reyestrida bo'lishi mumkin bo'lgan, dori-darmon xarajati katta bo'lgan qariyalar. Ikkinchi toifa hujjatlari eski bo'lganlar. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan. Yashash manzili o'zgargan, bank kartasi muddati tugagan, nogironlik ma'lumotnomasi yangilanmagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Uchinchi toifa boshqa viloyatga ko'chib ketgan, lekin pensiya hisobini eski manzilda qoldirgan fuqarolar. Bunday holatlar amaliyotda ko'p uchraydi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz yuqori miqdorda mehnat pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiyangiz har oy o'z vaqtida kartaga tushayotgan bo'lsa va sizga tegishli qo'shimcha to'lov turi avval ham bo'lmagan bo'lsa, bu xabar sizning pensiyangizda alohida 5-20 ming so'mlik o'sish bo'ladi degani emas. Lekin baribir tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Chunki ayrim odamlar o'ziga tegishli imtiyozni bilmay yuradi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat qo'shiladi. So'zi doim ham har oy to'liq qo'shimcha beriladi degani emas. Ba'zan bu minimal miqdorni belgilash, ba'zan ustaman oshirish, ba'zan esa kompensatsiya turini ko'paytirish bo'ladi. Masalan, odam avval ham dartaj 2 ming so'mlik qo'shimcha olgan bo'lsa, endi u 5-2 ming bo'lishi mumkin. Bu holda real qo'shimcha farq 1 ming so'm bo'ladi, 5-2 ming so'm emas. Ko'pchilik shu joyda adashadi. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va ish haqi asosida hisoblanadi. Nafaqa esa staji yetmagan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga tayinlanishi mumkin. Shuning uchun qo'shni xola oldi, men olmadim degan taqqoslash doim ham to'g'ri emas. Qo'shningizning hujjati, maqomi, oilaviy holati, mehnat staji siznikidan boshqacha bo'lishi mumkin. Bir ko'chada yashagan ikki qariyaning to'lovi ham turlicha bo'lishi tabiiy. Uchinchi nozik jihat, oilaviy daromad masalasi. Ayrim yordamlar faqat odamning o'z pensiyasiga emas, balki oilaning umumiy daromadiga qarab belgilanadi. Masalan, qariya farzandlari bilan bir uyda ro'yxatda tursa, tizim ayrim holatda umumiy uy xo'jaligi daromadini ko'rishi mumkin. Farzandlari rasman ishlasa, daromadi yuqori bo'lsa, qariya o'zini ehtiyojmand deb hisoblagan taqdirda ham ayrim qo'shimcha yordamlar chiqmasligi mumkin. Lekin bu ham har bir to'lov turiga qarab farq qiladi. 4-nozik jihat, ro'yxatdagi manzil va haqiqiy yashash joyi. Ko'p qariyalar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda farzandi bilan yashaydi. To'lov tayinlashda manzil, mahalla, tuman, pensiya bo'limi, bank filiali kabi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Agar odamning yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumot tizimda yangilanmasa xabarnoma kelmasligi
chaqiruvni bilmasligi yoki muayyan yordamdan vaqtida foydalanmasligi mumkin. 5. Nozik jihat. Bank kartasi va plastikdagi muammo. Ba'zida odam menga pul qo'shilmadi deydi, lekin aslida pul hisoblangan bo'ladi. Faqat karta muddati tugagan, karta bloklangan, bank rekvizitlari o'zgargan yoki SMS xabar yo'qilmagan bo'ladi. Shuning uchun faqat telefon SMS'iga qarab xulosa qilmang. Bankdan hisob varaq harakatini tekshirtirish kerak. 6. Nozik jihat. Hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana xatosi. Bir taraf xatosi ham tizimga mos kelmaslik keltirib chiqaradi. Masalan, eski pasportda Karimova, yangi ID kartada Karimova to'g'ri yozilgan. Lekin pensiya hujjatlarida avvalgi transliteratsiya boshqacha bo'lishi mumkin. Yoki otasining ismi bir joyda yozilgan, boshqa joyda yozilmagan. Bunday mayda xatolar to'lovni butunlay to'xtatmasligi mumkin. Lekin ma'lumot almashinuvida muammo chiqaradi. 7. Nozik jihat. Qo'shimcha pulni firibgarlar bahona qiladi. Afsuski, pensiya oshishi haqida xabar chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular qo'ng'iroq qilib, sizga 1,5 ming so'm qo'shib beramiz, karta raqamingizni. SMS kodni ayting deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodni bermang. Hech qachon kartaning to'liq ma'lumotlarini begona odamga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir pul chiqarib beraman, evaziga xizmat haqqi bering desa, darhol shubhalaning. Davlat to'lovlari rasmiy tartibda tayinlanadi. Tanish bilish orqali tezlashtirib beraman degan gaplarning ko'pi xavfli. 8. Nozik jihat. Qo'shimcha to'lov bir vaqtning o'zida bir necha asosda berilmasligi mumkin. Masalan, odam ham yoshga doir pensiya oladi, ham nogironlik guruhi bor, ham kam ta'minlangan oila a'zosi. Bu 3 ta asosning hammasi alohida 520 mingdan qo'shiladi degani emas. Qonunchilikda qaysi to'lovlar birgalikda berilishi, qaysilari tanlab olinishi aniq belgilanadi. Shuning uchun men har doim aytaman. O'zingizni taxmin bilan ovora qilmang. Shaxsiy holatingiz bo'yicha rasmiy tekshiruv qiling. 9. Nozik jihat. Pul qaysi oydan hisoblanishi ayrim oshirishlar belgilangan sanadan boshlab qo'llanadi. Agar qaror, farmon yoki tartib ma'lum oydan kuchga kirsa, oldingi oylar uchun qayta hisoblanmasligi mumkin. Ba'zan esa kechikkan to'lov keyingi oyda birga tushadi. Masalan, aprel oyida hisob-kitob yangilansa, may oyida 2 oylik farq tushishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Lekin bu ham rasmiy tartibga bog'liq. Endi eng kerakli qismga keldik. Siz yoki oilangizdagi qariya nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. 1-qadam, olayotgan to'lov turini aniqlang. Siz pensiya olyapsizmi yoki nafaqa? Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami? Buni bank SMS'idan bilib bo'lmaydi. Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan, may.uz orqali, mahalla mas'ullari orqali yoki mavjud pensiya hujjatlaringizdan aniqlash mumkin. 2-qadam, oxirgi 3 oylik tushumlarni tekshiring. Bankka boring yoki mobil ilova orqali hisob varaqdan ko'chirma oling. Har oy qancha tushganini yozib chiqing. Masalan, yanvarda 1 million 1 ming, fevralda 1 million 1 ming, martda 1 million 2 ming tushgan bo'lsa, demak o'zgarish bor. Agar hech qanday o'zgarish bo'lmasa, sizga bu oshirish tegishlimi yoki yo'qmi tekshirtirish kerak. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Eng asosiy hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa. Tegishli hujjatlar, nikoh yoki vafot etganlik haqidagi guvohnoma, farzandlar yoki qaramog'idagi shaxslar haqidagi hujjatlar. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Qariyalarimiz ko'pincha bitta hujjat uyda qolib ketgani uchun 2-3 marta qatnashga majbur bo'ladi. 4-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda oddiy tilda yozing. Men olayotgan pensiya yoki nafaqa bo'yicha 1,20 ming so'mdan 5,20 ming so'mgacha oshiriladigan qo'shimcha to'lov menga taalluqlimi? Qayta hisob-kitob qilinganmi? Agar taalluqli bo'lsa, qaysi oydan to'lanadi? Mana shu savollarni aniq bering. Og'zaki so'rab ketish bilan cheklanmaslik kerak. Iloji bo'lsa, yozma ariza qoldiring yoki elektron murojaat yuboring. Yozma javob keyin kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Mahalla orqali ijtimoiy himoya holatini tekshiring. Agar siz kam ta'minlanganlik, ehtiyojmandlik, yakka yolg'iz qariya maqomi, parvarishga muhtojlik bo'yicha yordam kutayotgan bo'lsangiz, mahalla mas'ullari va ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Oilaviy daromad
uy-joy sharoiti, yolg'iz yashash holati, tibbiy ehtiyojlar kabi ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Ayrim hollarda tizimda ma'lumot eskirgan bo'ladi. Odam esa davlat bermayapti deb o'ylaydi. 6-qadam. Agar rad javobi olsangiz, sababini yozma oling. Sizga tushmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima uchun tushmaydi? Qaysi modda yoki qaysi mezon bo'yicha? Sizning daromadingiz yuqorimi, to'lov turi boshqachami, hujjat yetishmayaptimi, ma'lumot yangilanmaganmi? Sababni bilsangiz, muammoni hal qilish mumkin. Sababni bilmasangiz, yillar davomida adashib yurasiz. 7-qadam. Agar haqiqatdan ham xatolik bo'lsa, qayta hisob-kitobni talab qiling. Masalan, sizga tegishli ustama hisoblanmagan, nogironlik ma'lumoti tizimga tushmagan, boquvchisini yo'qotganlik hujjati inobatga olinmagan, bank rekviziti noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ariza yoziladi, hujjat ilova qilinadi, mas'ul organ tekshiradi. Agar xatolik tasdiqlansa, ayrim hollarda o'tgan davr uchun ham qayta to'lov bo'lishi mumkin. Lekin muddatlar va tartibni albatta rasmiy joydan aniqlash kerak. 8-qadam. Yaqinlaringizga tushuntiring. Ko'p qariyalar internetdagi xabarlarni to'liq tushunmaydi. Ular hamma qariyaga 5-20 ming qo'shilar ekan deb xafa bo'lish yoki umid qilib yurishi mumkin. Farzandlar, nevaralar, qo'ni-qo'shnilar yordam berishi kerak. Birga bank ko'chirmasini tekshiring, birga hujjatlarni ko'ring, birga pensiya bo'limiga boring. Qariya odam navbatda turish, tushuntirishi, hujjat qidirishi qiyin bo'lishi mumkin. 9-qadam, faqat rasmiy manbalarga ishoning. Telegramda, mahalladagi gap so'zda tanishlarning aytganida xato bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotni pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organlari, May.Xuz, mahalla mas'ullari yoki bank orqali tekshiring. Agar kimdir sizga men aniq bilaman, hammaga tushadi desa ham, sizning shaxsiy holatingiz bo'yicha rasmiy tekshiruvsiz xulosa qilmang. Endi yana bir narsani aytaman. Agar sizning pensiyangiz oshmagan bo'lsa, bu darhol adolatsizlik degan emas. Tizimda har xil toifa bor. Lekin agar siz minimal to'lov olsangiz, ijtimoiy nafaqa olsangiz yoki yashasangiz, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq holatingiz bo'lsa, albatta tekshiring. Chunki sizga tegishli pulni bilmaslik sababli olmay qolishingiz mumkin. Aynan mana shu videoning maqsadi ham shunda. Odamlar o'z huquqini bilsin, lekin noto'g'ri umidga ham berilmasin. Xulosa qilib aytsam, darchi 20 ming so'mdan 20 ming so'mgacha oshirish haqidagi gap hamma pensionerga avtomatik 20 ming so'm qo'shiladi degani emas. Bu ko'proq muayyan ijtimoiy toifalar, minimal to'lovlar yoki alohida qo'shimchalarga taalluqli bo'lishi mumkin. Kimga ta'sir qilishini bilish uchun eng avvalo o'zingiz olayotgan to'lov turini, hujjatlaringiz holatini, bank tushumlarini va rasmiy hisob-kitobni tekshirishingiz kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oxirgi tushumlaringizni ko'ring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yoki mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz bo'lsa, ularning holatini tekshirib bering. Ba'zan bitta savol, bitta ariza, bitta hujjat odamga har oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Sizningcha bunday oshirishlar qariyalarning haqiqiy xarajatlarini qoplay oladimi? Siz yoki yaqinlaringiz pensiya yoki nafaqa oshganini sezdi yoki hali o'zgarish yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir? O'ziga tegishli pulni vaqtda olishiga yordam berishi mumkin.